Sizlarga zo'r ma'lumot beramiz. Hali kuni Ixtiyorjon ko'rgan bo'lsangiz, qo'zilarga o'stirgani omiqda yem tayyorlaganida 7 xil yemdan, 7 xil mahsulotdan. Shu mahsulotni ko'pchilik menga soобщение yozdi yoki kommentariyalarda o'qib ko'rdim, qimmat bo'lib ketadi, qo'yib boqib foyda qilib bo'ladimi deyapti. Yo'q. 50 kilo kepakka 2,5 kilodan 6 xil mahsulot qo'shasiz. O'shunda 7 kiloga 70 kiloga boradi. 70 kilosini pulini chashsangiz 4,000 so'mga boradi xolos. Men buni ratsionini mana bu yerga qo'yib o'taman, ko'rib o'tasizlar. Buni saqlab olsalaring bu videoni o'zlaringni qo'ylaringni hali qo'zilarni katta qilishga va so'liqqa qo'chqorni qo'shayotganda berib tursalaring juda ham omiqda yem zo'r foydali bo'ladi. Sizga endi mana shuni taqdim etaman, endi qo'yib o'taman endi buni. Bu yo'lni ko'rsatib o'tamiz, tayyorlashdi. Ketdik. Mana qarangda, mana shu 7 xil yem, misol. 7 xil yemga mana somonni. Endi hozirgi kunda issig'ida, mana bu yoz payti bor, somonni jicha ozroq bergan ma'qul. Sababi somon og'irlik qiladi, ko'p bersangiz. Qish kuniga mana silyoslar ko'payadi-ku, silyosga agar 25% somon, 25